Namuncha mashina ko'p. Hech bizda bunaqa mashina o'tmas. Katta trassadan farqi qolmabdi. Qaq ketyapti shuncha odamlar. O'tolmay turibman narigi betga. O'zi kichkinagina yo'l. Tuzilmayapti mashinalar. Ko'ryapsizlar? Toshkent Angren yo'nalishi bu To'ytepaga yuradi mana bu yoqdan. Ana bizning uy mashinalar o'tib yotibdi. Qo'shnimiz mana uy solgan. Bu yoqlar yangi uchastkalar. Mana shu yerdan bir paytlar 10 sotiklik uchastka olib qo'ygan edik. Shuni 2,5 sotigini sotganmizda. O'zim bilan ishlaydigan bir bolaga sotganmiz. Shu bola uy soldi. Shu yerga juda ham chiroyli qilib 16 sotikka hamma joyiga uy solib tashlaganmiz. Bular 2,5 sotikka ixchamgina qilib uy soldi. Hozir shuni ko'rib ketmoqchiman. Bitib qopti deb aytishgan edi. Ko'raychi, если что, yarmi sotiladi u joyda. Deyarli bitta bo'ldi. Bu yoq oshxona bo'ladi degan edi. Tagi cho'plib bu. Bu yoq spalnya ekan. Yo'q, qayerda hali ko'p. Tayyor bo'pti dedi. Hech ham tayyor emas. Mana qiziqqanlarga yarim uchastka mana shu sotiladi. Bitta 7,5 sotik qo'ygan. Uzoqroq qilib ko'rsatay. Bu yoq ovsinimi kelinining uyi, bu yoq ham ovsinimi kelinining uyi. Oladiganlar mana shu uyda kichkina uyda orqasida yo'l o'tgan. O'sha yerdan darvoza ochib olsa bo'ladi kim olsa. Manzilni aytaman, O'rta Saroy, O'rta Chirchiq tumani, O'rta Saroy, Toshloq mahallasi. Toshkent Angren trassasidan bir 300 metr kiradi. Bu yog'i To'ytepaga qarab yuradigan yo'l. Oladiganlar bo'lsa, kelib ko'rib olishingiz mumkin. Suv, gaz, svet, VIP.